Buxoroda faqat va faqat ayollar uchun ochlik bilan davolash sanatoriyasiga marhamat. Siz hali ham dori vositalariga bog'lanib qolganmisiz? Dorilardan shifo topmayapsizmi? Bizda qo'ldorisiz buning davosi bor. Ishoning, uyingizda 10 kunlik ochlik klizma muolajalarini o'zingiz oila atrofida qila olmaysiz. Sababi oila sharoiti to'g'ri kelmaydi. Bizning sog'lomlashtirish tabobat sanatoriyamizda 10 kun ichida siz bilan ishlash jarayonida ichaklaringizni toksin shlaklaridan har qanday xillatlardan tozalab, ochlik shifobaxsh amaliyotlarni bajaramiz. Organizmni yengillashtirib dam beramiz. Tanani o'zini o'zi tiklashini mexanizmini ishga solamiz va ichimizdagi doktorni uyg'otamiz. Ruhiy bloklar va ichki to'siqlarni olib tashlaymiz. Asab tizimi, uyqusizlik, depressiya, stress, charchoq, holsizlik, surunkali og'riqlardan xalos bo'lamiz. Ko'z zreniyasi, to'g'ri nafas olish, qon aylanishini yaxshilash, spazmda bo'lgan mushaklarni bo'shashish mashqlari va shu kabi ko'plab amaliyotlarni birgalikda bajaramiz.